O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiy kodeksiga jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar uchun masofaviy video uchrashuvlar o'tkazish imkoniyatini yaratishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Video uchrashuvlarga bo'lgan huquq qo'shimcha huquqlar qatoridan asosiy huquqlar qatoriga o'tkazildi. Amalda mahkumning xohishiga ko'ra uzoq va qisqa muddatli uchrashuvlar o'rniga masofaviy video uchrashuvlardan foydalanishi mumkin. Jazo muddatini o'tayotgan shaxslar o'z ixtiyoriga ko'ra telefon orqali so'zlashuvdan yoki masofaviy video uchrashuvdan foydalanishi mumkin. Endilikda jazoni ijro etish muassasalarining rejim turiga qarab, mahkumlar o'z ixtiyoriga ko'ra 1 yil davomida manzil koloniyalarida 24 marotaba, umumiy tartibli koloniyalarda 12 marotaba, qattiq tartibli koloniyalarda 8 marotaba, maxsus tartibli koloniyalarda 6 marotaba, turmalarda 4 marotaba, tarbiya koloniyalarida 24 marotaba, umrbod ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar 3 marotabagacha video uchrashuvdan foydalanishi mumkin. Masofali video uchrashuvlar quyidagi tartibda tashkil etiladi. Barcha jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga himoyalangan aloqa kanallari orqali masofali video uchrashuvni amalga oshirish uchun video uchrashuv qurilmalari o'rnatiladi. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning video uchrashuvlari jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyati nazorati ostida o'tkaziladi. Video uchrashuv uchun to'lov mahkumning shaxsiy hisob varaqidan amalga oshiriladi. Mazkur qonun davlatimizning inson huquqlari ta'minlanishi bo'yicha xalqaro hamjamiyat oldidagi nufuzining oshishiga, xalqaro reytinglarda ijobiy o'zgarishlarga, jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar bilan olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar samaradorligining oshishiga hamda jazoni ijro etish tizimiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi.